Selamünaleyküm hürmetli arkadaşlar. Bugünkü joyimiz Karat kafenin doğrusunda birinchi qavatda 2 xonali joy. Berimiz hojatxona, samozon. Bunda to'letlari toza, restoránlari bor. Patalo, narxiznoy kafedan chiqib turibdi. Yanımız ise kuxni. Aynalar plastik, aynalar jaluzilar ekstralan. Toza gaz plita, kuxni mebellar. Hamma 100% g'alab to'shalgan. Yanımız ise zal. Zalam aboydan chiqib, lustralar qistirilib, tayyor bo'lib turibdi. Bu yerda kacholimiz joylashgan. Hamma yerimiz 100% cho'pli pol. Üstünde g'alab to'shalib turibdi, mazza bo'lib. Aboylarga bir e'tibor beramiz. Eshiklar zamonaviy, endi eshiklar. Yanımız sporli. Benim çöplü pol. Aboy. Aynalar plastik. Jaluzilar qistirilgan. Bahası 360 milyon. Kime qiziq bo'lsa, telefon nomer qoldiramiz.